Mana bunisi lavandali maskamiz. Bu lavandali maskani afzalliklari yuzni tinchlantiradi, yoshartiradi, juda ham chiroyli silliq tus beradi. Ya'ni yuzni kojalarini mayinlashtiradi. Lavandani tarkibida tinchlantiruvchi moddasi bo'lgani sababli juda ham yaxshi yuzlarni tinchlantirib, yuzga yorqinlik beradi. Mana juda ham chiroyli. Yog'li yuzlarimiz har kun ishlatsalar ham bo'ladi. Agar yuzlaringiz quruq bo'lsa, haftada 3 marta qilishni tavsiya qilaman. Buni ishlatgandan keyin hech qanaqa kosmetologga ham ishlaring tushmaydi. Sababi bu poralarni ham juda ham yaxshi qisqartiradi, yoshartiradi, lifting effekt beradi. Mana lavandali maskamiz ham tayyor bo'ldi.